Hozir bizlar Toshkent viloyatining To'ytepa tuman hududi Darxon mahallasiga yetib keldik. Bu yerda Sayfulla Behrozbek degan firma xo'jaligimiz bor. Bizdan ikkita Elis olgan, ko'p tenakalar olgan. Belarus traktorlarini boshlab olganlar hozir Elis traktorini ko'rgani keldik. Menimcha ishlash jarayonida. Qara, mana makka ekilgan. Mana ikkita Elis ishlashini qara. Birin-ketin aka-ukalar ishlashini qara. Bu Nuriddin aka o'zi asli traktorchidan bo'lib, keyin fermer bo'lgan insonda. Hozirgi kim bo'lganini aytib o'tishim shart emas, lekin mana ikkita traktor ishlashadi. Ma'mur aka degan traktorchilar bor, zo'r traktorchi. Hozir bor ustiga boramiz. Yana bir assalomu alaykum Ma'mur aka. Alaykum assalom. Yaxshi, Shodon ko'rdingiz. Rahmat. Lekin aka qizig'i shunda-da, mana yerda dalada ishlayotgani qiziq. O qolgani bir ten, o'tirib olib hamma gapiraveradi deydi. Shunaqa. Hozir bu yer qarang, To'ytepa, Darxon mahallamida. Shunaqa. Sayfulla Behrozbek fermer xo'jaligi. Sayfulla Behrozbek. Nuriddin aka To'ytepa ko'pi tanir ekan. Shunaqa. Mijozlarga aytsak hammasi aytadi. Hokim buva desangiz, hammasi taniydi. Ya, shuni atalib aytmaydi gol. Umrlar rizo bo'lsin. Shunaqa. O'zingiz aytganingizdek. Xo'p, aka, mana Elis traktori. Hozir bu necha qator bu? Bu 80, 76 qator. 76 o'g'lagansiz. Paxta ham, makka ham 76. Hammasi. Moshimiz ham, paxtamiz ham, makkamiz ham 76. Mana shu hozir olib gektar necha gektar? 80 gektar bor. 80 gektar bor. Bor. Faqat shumi yer yo? Yo'q, bor. Bor. Mana shu ikkita traktor kultivatsiya ishlarini qilyapti. Shunaqa, 100 gektar, 110 gektar paxtamiz bor. Hammasiga yarayapti. Bor. Joni sog'lik kerak. Traktor zo'r. Xo'sh. Olganimizga mana 4-yil ketyapti, hali bir joyi ketgani yo'q. Motor, korobka, apparat, hamma narsasi zavozga qo'yib turibdi. lekin bitta qiziq joyi bor. Shuni aytib berasiz. Chunki sekretda dedik, ko'plarga ayrimlar ishonmadi. Ishonmagan joyini shu yaqinroq borib aytib bera olasizmi? Bo'ldi, nimasini ayting? Mana bu aynan diskani o'zidan 76 lik qilganingiz. Kimlargadir qilaman dedi, sinib ketdi dedi, o'qariqdan o'talmadi dedi. Yo'q. Biz buni 76 ga to'g'irladik. O'zi 85 ekan. Ha. 76 ga orasiga futulka qilib to'g'irladik. Nimani futulkasi u? Bu Belarus shatonini futulkasi. Ha, hammasiga yasatgansiz. Bir xil razmda. Olganmiz. Bozordan oldik. Ha. O'zi birga bir tushadi. Birga bir tushadi. Prosta tak mana uzun bolt qilib, uzun boltini oldik, kaloniy bolt. Bo'ldi. Qolgan joyi zavodga balon turibdi, o'sha. Kultivator o'zingizdan bo'ldi, tushundim. Zo'r. Traktor zo'r. Komfort. Lekin Belarus legenda bari. Aytavering aka, borni aytavering. Ma'mur aka hamma ko'rganlar biladi. Shuning uchun borni aytavering. U gap faqat maqtash anoda emas. Kimlardir kelyapti. Masalan, avvalgi Elislardan farqi bor buni, bilasan? Bor. Ularga nisbatan shunga so'ragani kelyapmiz. Masalan, apparatida bu rasxod qancha qilyapti hozir? Kultivatsiyaga qancha litr rasxod qilyapti? 5 litr. Gektarga 5 litr. Tushunarli. Akamjon, o'ziga o'xshab yaxshiroq odam bering-da bunga ham. Aha, ya, gazga bosavering aka. Gazga bosavering. Yaxshi. yoqdi. Traktorimiz yomon emas. 12-21 dan bittamidi, ikkitamidi? Ikkitami? Ikkita. Bitta diska barani, kultivator. Ana oddiy kultivator, avoshnay. 89. 892, prisvedborщик. Keyin bu. Bir o'zim 4 ta traktor minaman. Akam 4 ta traktor minadi. Bilaman. Ana gapirmayman degan akani ham videoga olib qo'ying shu. Bu atrof taniydi-da, hammasi taniydi. Lekin qancha joyga borgan bo'lsak, mana texnika bo'yicha Esenniveska gap yo'q. Maqtash emas-u. Bunaqa narsa bor. Masalan, bizga ham yangi texnikalar keladi. Yangi hali o'rganilmagan yoki ishlab chiqaruvchilar talab qiladigan texnikalar bor. Shularni olib kelib sinaymiz. Mana shu joyga bitta olib kelib sinaganmiz. Ateda mana yerda ko'rib, sinovdan o'tkazib, bo'ladi, bo'lmaydi deb aytib bergan insonlardan bittasi. Shuning uchun kelaveramiz, ketaveramiz. Gap yaxshi, yomonlash emas, maqtash emas. Ma'mur aka hurmatimiz bilan. Lekin zo'r. Xursand bo'ldim hozir. Bug'doy selka ham olganmiz. Bug'doylar zo'r beryapti. O'sha selka ham masalan yaxshi. Zo'r. Bo'l. Eseninveska gap yo'q. Men uchun. Qolganini bilmadim.
Hazillaringiz bor, lekin uni qo'ya olmaymiz. Bo'lmasa jonimiz bilan aka. Hozir yana bitta joyga keldik. Toshkent viloyati Piskent tumanidamiz. Shiyponaga kelgandik. Shiyponda emas ekan traktor, dalada ish jarayonida ekan. Ketib astikka ustiga boramiz. Qanday ishlayapti, nima ishlayapti, shu ustida gaplashamiz. Hozir o'zi ikkinchi ekinga tayyorlayapsiz bular. Ikkinchi ekinga o'zi yer haydayapmiz. 22.04. 22.04. To'g'risini aytaman, kecha shu Oybek mexanikdan so'ragandim, garantiya bo'yicha. Yonidaman. Garantiya obslujeniga jalb yo'q. Bolalar kerak bo'lsa kelib ko'rib sovet beradi, например. Biron xil jalb yo'q. Jalb obslujen. Traktorga ham jalb yo'q. Endi ochiqcha gapni prostoy ekan traktor. Belarus bilan tengda. Ha, 1 yil bo'ldi, endi sentyabrda 1 yil bo'ladi. Olgan 1 yilning ichiga 250 motochas ishladi. Yo'q, ishlasa moyni almashtiramiz, filtrni almashtiramiz. Zapchastlarda ham muammo yo'q. Biroz telefon qilaman, tayyorlab qo'yadi, borib olib kelaman. Yo'inki taksi bilan jo'natadi. Ha, hali u bo'yicha muammo bo'lmadi. Yo'q, u bo'yicha вообще muammo yo'q. Zapchastga, obslujeniga вообще muammo yo'q. Bitta muammosi shunaqa bo'ldiki, mana yaqinda kecha NSH'si ketdi. Endi gapni ochiq qilib, Aytavering. NSH'si ketdi, keyin dozatori ketdi, rulniki. Uni almashtirib ketdi. Almashtirib keldi. Bizani Garantiya bo'yicha SNV'dan ortiqcha plogani yo'q. Yo'q. SNV'dan polni hammasini almashtirib. Muammo yo'q. Hozir qanaqa plug? Lemkinmi deyman-da? Plug 5 korpuslik Lemkin Europal 7. 5 korpusli. 5 korpus. Hozir mana shu necha deyapti? 35. 35. 35. Lekin zo'rlagan. Yo'q, podvodit qilmadi lekin traktor. Yo'q. Podvodit qilmadi. Hozir bugungacha podvodit qilmadi. Bitta almashtirgan bo'lsa, biz aytdim-ku. Bir marta bitta ishni almashtirdik, keyin dozator rulnikini almashtirdik. Boshqa korobka yo'q. motor yoki nima deydi, multisipleniya. Yo'q. Umuman Xudoga shukr yo'q. Umuman faqat muammo bo'lmadi. Salarkani doim bitta joydan olib qo'yasiz. Bitta joydan olaman, faqat eko qo'yaman. Shuning uchun apparat ham Shuning uchun apparat ham ketmadi. Lekin salarga bo'yicha qattiq turaman. Bolalarga ham aytaman-da, qora salarga olib kelmang. O'zimizga muammo bo'ladi deb tushuntirib aytaman. Yana bitta narsa so'raganim yo'q. Mana shu hozir necha marta sotishladi? Mana shu 1 yilgacha, mana sentyabrda 1 yil bo'ladi deyapsiz. Necha marta sotishladi umumiy? Kecha o'zi 1884 edi. Ha, 1084. Ha, 1084. Ha, to'g'ri. Chunki 1,5 minggacha garantiyasi bor, to'g'ri. Ha. Lekin yo'q. Demak, sizda umuman tirikchilikka chiqmas ekanda, o'zingiz maydonsiz ekanda, bo'lsa faqat. O'zi endi chiqadi, endi bo'sh bo'lsa chiqadi. Bo'sh bo'lsa. Ha, endi keladi, bo'sh bo'lsa chiqadi, faqat yana bitta narsa. Mana shu hozir mana shu haydayapti, mana 35 haydayapti. Aka, gektariga rasxod qancha bo'lyapti? Taxminan. Gektariga salarkani rasxodi 25. Mana shu 220 ta. Endi 25 o'rtacha. 20-25. Endi u nagruzkaga qarabdi. Ya eng maksimalni qanchagacha chiqdi? Maksimalni где-то yaqinda o'lchab ko'rdim. 27 ga chiqdi. Eng ko'pi. Eng ko'pi. 20, почти 28 da. Bu Toshkent viloyati Piskent tumanida hozir mana shu eng maksimalni haydayotgani 27 litr gektariga chiqqan. Endi ayrim vaziyatda bo'ldi-da, aka, gap so'zimiz 32 litrgacha degan gap so'z bo'ldi. Yo'q, endi men ko'rganim shunaqa bo'ldi. Sizda 28 ga chiqdi. Keyin yana bitta narsa bor ekan, hozir borib turib videoga olamiz. Shu boshida P41 ham o'n ham bor ekan. Bor. Injektorlar. Ikkita biz olgan. Ikkita olgansiz. Naqdga olgan biz. Ha. Ikkita. Injektorni unga endi boshida avval unga boshqa salarga qo'yardim. Endi Oybek aka bilan maslahat qilganimda, u salarga tanlamaydi dedi. Ha, bu oddiy apparat. 220 ni. Lekin dedi u P4110 injektor salarga tanladi dedi. Keyin hammasini bitta qildim-u, faqat eko qo'yaman. Tushundim, gap yo'q ekan. Piskent tuman, Toshkent viloyati Piskent tuman, Krasnoy Mayak korxonamiz. Ha, Krasnoy Mayak Jizzax.
Endi bitta narsa. Aka, mana shunga ingichka balon qo'ygansiz. Mhm. Uni 76 ga mo'ljallayapsiz, necha yilga mo'ljallagansiz uni? 76 ga. 76 ga. Biz hamma оборудование, texnikamiz hammasi 76. Endi 76, 75. Eksport bilan kartoshka ham eksport bo'ladi demak. Yo'q, kartoshka ichki bozorga. Ichki bozor uchun u aytgan. Lekin bizga ham hozir aytdim sizga endi ochiq-ku. Ya'ni bitta traktor kerak bo'ladi. Aha. Oldida vomi bo'lsin, навесной bo'lsin. Aha. 240, 230 Yuqori bo'lsin. yuqori bo'lsin. Tushunarli. Agar bo'lsa biz tayyorini olish kerak. Bo'ldi. Mana to'la avtomat bo'lishi kerak. Kattadan yo'qdi. Bo'lma. Shu stri traktorda. Yaxshi, shustri. Shu stri. Aka, ochishni ko'ring, mana necha yildan beri bo'lgan bo'lsa, aka 110 taliklar orasida. Gap faqat Belarus emas. Korobkasi eng kuchli traktor mana shu bo'ladi. Hozir bizga bitta katta traktor kerak. Keyin bitta kichkina traktor kerak. Ana katta P2404 bor-ku, ana power shift deyapmiz-ku, to'liq avtomatli. Uni ham bir haydasangiz, bir dala kelsa-ku, yoqib qoladi, aniq yoqib qoladi 100%. Faqat shu aytganingizdek zavoddan borib bitta oldiga vomni ko'rsatib berishadi. Xo'p, buni olganingiz qancha bo'ldi? O'tgan yil kelgan. O'tgan yil kelgan. Faqat undan keyin. Undan keyin. Ha, uni olib kelib ishlatdingiz, yoqdi, keyin bunisini. Ha. Xo'p, shu vaqtgacha nima muammo chiqdi? Bironta muammo chiqmadi. Faqat shu aytayotganingizda hozir milichovka shu balon. Balon faqat. Orqasini almashtirgansiz 76 ga to'g'rilash uchun? Bor komplekt menda. U Jondirniki. Aha. Jondirniki lekin to'g'ri kelmadi. Ha. Jondirnikini qo'ydim, burilish muammo bo'ldi. Ha. Mana shuncha buradi, tamom. Ha. Undan ko'p Ha, burilmadi. burilish gradiysi Endi kattada. Ha. O mana u 48 bo'lsa, oldi 38. Ha. Oldi 32 bo'lsa, to'g'ri keladi. TD5niki tushadi lekin. TD5nikini qo'yib haydadim, to'g'ri, chotki, zo'r. Oldi orqasi. Ha, komplekt qo'ydim. Hozir 76 likka tushish uchun TD5 da oldi balon qo'ysa bo'ldi. 76 ga muammo hal. Kelgandan o'zini balon bilan ishladim, keyin almashtirdim. Yer haydash. Almashtirdim, u endi bitta fermer tanishda edi. Unikini Sherzod aka degan, unikini olib qo'yib, ko'rib tushadimi yo'qmi? Lekin bir sezon ishlatdim balon bilan. Keyin mana uni oldim. U lekin orqasi to'g'ri keldi. Oldi to'g'ri kelmadi. Endi boya gapingizga qaytamiz. Nima yoqdi dedingiz? Nimasi yoqdi? Dangal gapiravering. Shu stri. Shu stri. Tezroq, tez. Tez, ha? Tez. Hozir yo'q, ko'rmayapman muammosini. Yo'q. Lekin chaqirmadim. Injektor bo'yicha muammo bo'lmagan. Injektor bo'yicha xudoga Chunki shukr. siz IKSlarga qo'yasiz. Ha. Tushunarli. Boshqa joydan muammo yo'q. ishlayapti. Bironta Ishlayapti, joy. xudoga shukr. Garantiya bo'yicha chaqirmadingiz. Garantiya bo'yicha bir marta ham chaqirmadim. Unga chaqirdim, unga chaqirmadim. Bu qancha marta soat bo'ldi? Почти 1000 ta bo'ldi. 1000 ta bo'ldi. Endi bitta narsada aka. Mana o'zim yerga 800 kiradi. nechta. Da. Mana o'zim yerga kiradi. Uni оборот katta. Katta. Vomni sezishi, yerga kirishi, shu haydashi, tortishi. Zo'r. Umuman pisand kelmaydi. Yo'q. Bu necha metrlik bu? 3. 3 metr. 3. Hozir mana shu ham kami 20 dan kirsa kerak. Ha. Olti boshliq narsasida inakda bizda ham bor. Frezerni kultivatorimiz bor-da aka. Unda ham bor menda. Frezerni kultivator 3 tada, uni bunaqasi aylanmasi bor, keyin ramasi bor, keyin orqasida katogi bor-da, tekislab turadi. Unaqa ham bor menda. 3 metrlik. Uni ham tortdim bunga. Yep, вообще nimasi yo'q. Aka, men sotuvchiman-da. To'g'ri aytaman, men 3 metrlikda 130 taliklarga mo'ljallaymiz-da. Ana tez 135ingiz bo'lsa yoki 12-21ingiz bo'lsa mo'ljallaymiz-da. Mana lekin 3 metr taqayapsiz-da. Gap maqtashda emas, lekin xudoga shukr yaxshi. Yo'q, aytyapman-ku, misol siz aytgan frezam menda ham bor, bizda ham bor o'zi. Bor, ko'rdim, ko'p tenigansiz. Ha, Rebbi freza. Frezani qo'shdim. Mana shu balon bilan qo'shdim. Ha, mana u ingichka balon bilan. buksovat qilmadimi? Yo'q. Tortdi. Endi bo'ladi, endi постоянный buksovat emas. Ha. Buksovat qiladi nimaga? Потому что oldi balon boshqa. Ha. Oldini qo'shmagan. Ha, oldin qo'y. Shak to'g'ri kelmaydi-da. Ha, to'g'ri. Shagi to'g'ri kelmaydi. Ichkan mexanizmi. Agar o'zini baloni yoki mana ingichka baloni bo'lsa, oldi bilan yursa, u buksovat qilmaydi. Tushunarli. Bu rasxod qancha bo'lyapti hozir? Endi hisoblagansiz yo'qmi? Unda rasxod agar vomda ishlasa yo nima polni nagruzkada ishlasa, где-то 22-23. Mana shunda. 22-23. Tushunarli. Asosan kultivatsiyaga solyapsiz. Kultivator orasiga bu pulga ham solasizmi yo'qmi? Yo'q.
Bunga pul emas. Unga plugim yo'q. Nariga. Faqat 5 ta korpus. Endi bo'yani aytib bering. 70, 65 dedingizmi? Men xolamda. Puma. U bilan nima? Yer haydov bo'yicha sportlashmoqchimisiz yoki dalaga chiqib, katta yo'lga chiqib tezlik bo'yichami? Yerda. Yerda. Ob'yomga. Ha. Ya'ni bir soat ichida qanchadir qilish yoki bir kunda ichida. To'g'ri. Shunday. 1 soatning ichida, например, yoki 1 kun ichida necha gektar qilish. Foyga qilmoqchi. To'q bor. Qaytish yo'q, traktor tufayli. Lekin Puma 240. 240 ta va 220 ta. 220. Ha. Lavolda Moshinaroq u lekin undan. Ha, bu mashinalar 20 ta ot kuchi. Endi aka gap ochiq-u, bu deymiz-u, Xitoyda zavodlari yashirishmas, aka, undan oladi. Mana uni texnologiyasini o'rganib chiqdi, ChatGPT ga yozsangiz ham bo'ladi. Arbusda kelib chiqadi. Bu asli italyanskiy traktor. Italyanskiy traktor. Da. No, aka, shuning uchun mana hozir yangi chiqayotganlarini o'zi pol avtomat manga o'xshatyapti. Chunki aytyapsiz-ku, shu sir edi. Korobka lekin haqiqatdan meniki mashina. Yo'q, zo'r. Nima yo'q. Savolim yo'q korobka bo'yicha. Undan keyin yana boshqasi chiqqan-ku hozir undan keyin. Aka, mazza qildik aka. Ochiq suhbat uchun rahmat. Telefon raqamingizni qo'ysak qarshimasmisiz? Bemalol aka. Chunki bir ikkitalar so'raydi-da, unaqa. Aka, 4 yil avval mana hozir bitta joyga borib keldik. To'ytepa emas, u Toshkent viloyati O'rtacha tumanida o'tgan. Nar taraf do'stlikdir ekanda uni. Shu 4 yil avval olganda. U kishi ham aka haqqini talab qiladigan inson ekanda. Agar masalan mana undan bir narsa buzilsa yoki bundan bir narsa buzilsa, masalan o'sha talabni qo'yar ekan, lekin nagrizga bermas, talabni qo'yar ekan. O'sha ishni qilmasa, talab qiladigan inson ekan. Hozir aytyapman-ku, misol menga yana traktor kerak. Mana shu ishni qilsin. Shunaqa ishni qilsin. Yo, u mayli. Masalan, siz oldingiz, o'sha ishni qilish uchun qo'ydingiz. Haqiqatan ham sotuvchi shuni qiladi dedi, lekin kelgandan keyin javob bermadimi? Dakan solib boradigan inson ekanda. 4 yil bo'libdi. Endi muftasiplini ketdi, deyapti. 4 yil. U 4 yilga normal. Normal aka. 2000 o'tgan bo'lsa kerak, 4 ming. Aka 2,5 ming oshdi. Ko'p fermerlar keladi, so'radi-da, qanaqa traktor men ham olmoqchi, bir tavsiya bering deb aytadi, so'raydi men. Oladigan bo'lsa, undan ol. Yo, uni kattasi bor. Ha. Undan ol deb aytaman-da. Mana ko'ryapsiz, maydonni bir ko'rsatgan, qanaqa cho'tka qilib taxlaganini. Mana shu traktorda taxlashadi. Yo'q, yoqda 22 taxladi. Ana u jaliba yo'q. Yo'q, jaliba yo'q. Lekin hozir ko'rdim qanday ishlatayotganini. Ozroqgina opitlar emas, no. Ketyapti. Lekin zo'r. Xursand bo'ldik. Xo'p, keyingi videolarda ko'rishamiz. Like bosib qo'ying, obuna bo'lib qo'ying. Aka nomerlarini pastda qoldiramiz. Endi to'g'ri, videoning o'zida emas, opsiyada qoldiramiz. Ismlari bilan любой vaqtda telefon qilib so'rasalar bo'ladi. Bo'ladi. Chunki kelib turib maqtash emas, boshlansa emas, mana aytib joyini aytyapmiz, kelib ko'rishlaringiz mumkin. Yangiboy qishloq. Yangiboy, ha, ko'rdim. Yangiboy. Mana bunaqa holatda ishlatishib, o'zlari diskani oldini o'chirib qo'yishgan. Shu sirlik asosan buni ish qiladi, kultivator, to'g'rimi? Kultivator. Asosan kartoshkaga. Kartoshkaga. Yer haydov jarayonini ko'rdingiz aka. O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha.